Assalomu alaykum. Mana to'g'ana qurilishimizda ishqibozchilari. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana lesalarni tikdik. Xolasa mana podushkadan chiqarilgan. Keyin stakanlar quyildi. Undan keyin tepaga kolonnamizni o'stiryapmiz. Buni o'stirish jarayoni hammada har xil ketadi. Hamma birdek bittadan svorkani, armaturani svorka qilib, keyin to'qiydi. Bizda sal boshqacha uslubimiz. Bizda o'rtani отдельный to'qib olganimiz. Buni o'rtani qo'yib olamiz. Buni qo'ygandan keyin chetlariga bittadan armaturani qo'yib, keyin xamutlarni bo'ylab chiqamiz. Mana shunday darajada ish uslubimiz shunday bo'lib turibdi inshaalloh. Mana xudo xolasa mana shunday holatda mana kolonnamizni o'rnatib olyapmiz. Inshaalloh. Mana xudo xolasa yetib qoldik. Mana armaturani orasidagi zazorimiz. Armaturamizni to'g'riladim ular. Itar bu yoqqa. To'g'ri, ana shunday. Mana shunday holatda mana to'g'ri to'qib oldik. Endi xudo xolasa buni svorka qilib turib shetlariga armatura qo'shishni boshlaymiz mana bu yerlarga mana. Bo'ldi, qaytaring joyiga. 4 ta armaturada bu 8 talik kolonnamiz to'yxonaniki. Mana xudo xolasa Yorqinjon jiyanimiz oz-ozdan svorka qilib qo'yapti. Prosta bu ushatib turish uchun. Keyin bu kolonnamizni to'qib olgandan keyin barini 80 sm armaturani qalinligiga qarab turib 20 lik armaturalarimizni 80 sm ga turib 40 sm dan uloq bo'ladi. Polni boshdan oyoq pishirib chiqamiz. Yaxshilab chiroyli qilib turib quyib vertikalniy svorka bo'ladi inshaalloh. 28 armaturalarimizni 1.12, 1.15 sm atrofida ulaymiz bularni. Bular 56-57 sm dan uloq bo'lyapti inshaalloh. Yashang Yorqinjon, Alloh rozi bo'lsin. Juda ham zo'r kuchli svarshik jiyanimiz bu. Qarshi Hoji do'stim ikkovimiz biz duo qilib turamiz. Yorqinjon keyin zo'r pishiradi keyin. Biz energiya berib turamiz, ha Hoji do'stim. Zo'r, ota-onasiga rahmat. Qo'li ham shirin, pazanda yigit. Katta hoji o'zimi? Katta hojida, katta hoji. Mirzohid aka, dokumentlar bo'ldimi 6 oyga? Gap yo'q, malades. Husanjon, qalay? Ko'ngling o'rniga tushdimi? Dokumentlar cho'tkimi? Bo'ldi, hozir cho'ntagingizda turaversin. 1.5 ming olibdi. Ikkadan bilan berishga edi. Zakonni. Shashliga murdilaringmi? Bo'ldi, gap yo'q. Admolon. Sal Mahmud aka tomonga. Yana. Yorqinjon, qo'lingizni olib turing. Yana ozgina, davay. Sur. Bo'ldi. Chotki. Qani Yorqinjon? Svorkalavering. Mana chetidagi armaturalarni aylantirishni boshlayapmiz. Endi bu videodan olishimizdan maqsad kimlargadir bir manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz inshaalloh. Shunaqa qurilish ishqibozlariga, to'g'ana qurayotganlarga o'zimizni ozgina mana 32 yillik tajribadan kelib chiqqan holatda o'zimiz qo'llab yurgan bir uslublar bor. Shulardan ozgina har zamonda namoyish etib turamiz. Mana ikkinchi armaturamiz qo'yilyapti. Mana inshaalloh. Qani Hoji aka? Chotki ushlab turibsan, Abdumolona. Yorqinjon, bosing gazini. Mana 3-armaturamiz inshaalloh. Yaxshi.
sal dachaga bo'ldi bo'ladi. Yaxshi. Svorkalang Yorqinjon. Hoji akamiz mana 4-armaturga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu chetidagi 4-armatur. Ha, 4-armaturamiz ham o'rnashyapti. Qani? Ana shunday qilib chiroyli qilib ushlab turing. Mavlono, sal yo'l tomonga. Bo'ldi. Mamtakamga, ha. Tavoy Yorqinjon bosing. Alloh rozi bo'lgur. Mana shundoq qilib aziz bizni qurilishimizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz mana shunaqa holatda chotki to'qib boryapmiz mana. Inshaalloh. Juda ham konstruksiyasi juda ham mo'shni berilgan. Arxitektorlarimizdan, konstruktorlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammasidan ham ana shu do'stlarimizdan, aka-ukalarimizdan, mana shunday qahramonjonday yigitlardan Alloh rozi bo'lsin. Chotki bo'lyapti mana inshaalloh, xudo xolasa. Mana podvalimizda balandligi 5 metr bo'ladi to'yxonamizniki. Qarang, qanday chiroyli mana inshaalloh. Bu hammasi mehnatni mehnat mana shunday chiroyli mehnatga like bosinglar, obuna bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Like bosgandan, obuna bo'lgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Ana shunday bizni qo'llab-quvvatlab turgan insonlarni hammasiga xususiy to'yxona qurish nasib ro'za aylasin inshaalloh, xudo xolasa. O'g'illari bo'lsa qori, badavlat, iymonli, e'tiqodli yigitlar bo'lsin, qizlari bo'lsa soliha qizlar bo'lsin. Diniy, dunyoviy ilmga ega qizlar bo'lsin inshaalloh. Obunani bomba qilib bosinglar, obuna bo'lib. Gap yo'q. Qo'qonlik musofir ustalar nomidan hammalaringga katta rahmat. Mana Chimkentdamiz inshaalloh. Chimkentda xalqi zo'r, juda ham mehmondo'st, hurmat qiladi. Ustalarni juda hurmatini joyiga qo'yadi inshaalloh, xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Bundan keyin ham bularga ham, o'zimizga ham insof bersin inshaalloh. Qilayotgan ishlarimizda mustahkamligini ko'rkini bersin. Ha, Qahramonjon, nima deding? Mana shu usta ukamiz mana shunaqa konstruksiya ishlarini juda joyiga qo'yadi. Kolonna, rigel barini chotki joyiga qo'yadi. Like bo'lsin, obuna ham bo'lib qo'ysin, ha? Молодец, ukam. Mana inshaalloh hamma kolonnalarimizni qo'yib bo'ldik. Mana shu yerda mana 44-kolonnamiz turibdi. O'zi kolonnamiz 44 ta. Mana shu kolonnamizni qo'ysak, xudo xolasa bari kolonnalarda qo'yib bo'lgan bo'lamiz inshaalloh, xudo xolasa. Keyin mana shu Qahramonjon ukamizga o'xshab har birimiz bittadan kolonnaga lesada mana shunday qilib xamutlarni boylashni boshlaymiz. Endi yarmi boylangan, yarmi boylanmagan hali. Stiglarimizda mana bu yerdagi stiglarimizni barini polni svorka bilan yaxshilab svorka qilib chiqamiz inshaalloh. Rahmat e'tiborlar uchun. Bizni erinmay tomosha qilgan ishqiboz obunachilarimizga katta rahmat, ota-onasiga rahmat. Qo'qonlik ustalarning nomidan, musofir ustalarning nomidan. O'zbekiston, Qozog'iston, Olg'a bosamiz.